Assalomu alaykum. Mana bugun Mac OS sistemasini fleshkaga yozib, samozagrushnik qilib, keyin kompyuterimizga Mac OS sistemasini o'rnatamiz. Xo'p, avvallari, ya'ni Windows bilan Ubuntu nimalarni fleshkaga samozagrushnik qilish uchun biz Ultra ISO degan programma va ISO fayl orqali yozgan edik. Mac OSda sistemasi boshqacha va boshqa programma qo'llaniladi. Shuni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi mana TM Setup degani bor, Transmac degan programma. Mana buni darslik papkasiga tashab qo'yganman. Buni mishkani o'ng tarafini bosib, Zapustit at imeni administratora qilasizlar. Bu yerda Next, I agree, ya'ni I accept qabul qildim, roziman degan ma'noda. Keyin Next bosamiz, Next bosamiz, Next bosamiz. Xo'p, bo'ladi. Bular bo'ladi. Hop, Next bosamiz, Install bosamiz. Mana o'rnab oldi. O'zi kichkina yengil programma, lekin fleshkaga yozish uchun yaxshi programma. Hop, buni bitishkasini olib tashlaymiz. Qo'llanma text faylini ochmay qo'yaversin deymiz. Run Transmac qilamiz. Programma sirazi aktivlashadi. Kirdi. Hozir bu aktivatsiya so'rayapti. Mana key deyapti, ya'ni ключni kirgizgan, bo'lmasa 14 kundan keyin o'chib qoladi deyapti. O'zi 15 kundan keyin o'chadi, men kecha qo'yganim uchun 14 deyapti. Biz hozir keyni, ключni kiritmay qo'yaveramiz. Sababi bu har kuni kerak bo'ladigan programma emas. Misol, kerak bo'lgan paytda shunday o'chirib boshqatdan songa qilib turib ishlatsa bo'ladi. Shuning uchun run bosamiz. Xo'p, mana shu programma hozir mana veb-saytga kirib ketdi. Hop, veb-saytdan chiqib ketamiz. Mana shu programma bizga hozir Mac OS sistemani fleshkaga samozagrushnik qilishimizda yordam beradi. Bu uchun mana fleshkamiz ulangan bo'lishi kerak. Mana shu fleshkamizda mana mishkani o'ng tarafini bosib, format disk for Mac qilishimiz kerak. Ya'ni Mac uchun formatini o'zgartirib beradi. Ya'ni ichidagi narsalarni o'zgartirib turib, o'chirib turib, formatini Mac OSga moslab beradi. Xo'p, mana bosamiz, Yes ni bosamiz va bu yerga Mac OS deb yozishimiz kerak. OK ni bosamiz va Yes ni bosamiz. Kutib turishimiz kerak bo'ladi. Format qilyapti hozir. Mana format complete deyapti, ya'ni format tugadi. OK ni bosamiz va keyin yana mishkani o'ng tarafini bosib Restore with disk image qilamiz. Mana shuni bosishimiz kerak mana. Xo'p, Yes deymiz va bu yerdan ISO faylga o'xshagan fayli bor, Mac OSning o'zini, uni darslik papkasiga tashab qo'yganman. Shu faylni, ya'ni ISO bo'lmaydi, u hozir DMG fayl bo'ladi, DMG fayl bo'ladi. Mana High Zero install with Intel AMD support mana. Shuni ichidagi mana DMG faylini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni 3 nuqtani bosamiz va uni topamiz. Xo'p, mana darslik papkasiga tashab qo'yganman. Mac OSning ichida, High Zero ichida mana DMG faylni ochadi. Bosamiz va mana belgilandi. Hackintosh Zone High Zero install. Xo'p, OK bosamiz va Yes ni bosamiz. Transmacdagi samozagrushnik bo'layotgan faylimiz yozib bo'ldi fleshkaga va fleshkani tugagandan keyin mana ochib berdi sizga mana bootloader. Fleshkamizga mana Mac OS sistemasi uстановочный fayli yozildi. Endi biz bu fleshka orqali Mac OSni kompyuterga o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana Restore complete tugadi. OK ni bosamizda bizning ishimiz tugadi. Fleshkani shunaqa qilib samozagrushnik qilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin fleshka orqali Mac OSni bosamiz.